Xayrli tong hammaga, aziz hamyurtlar. Agar mana bugun ulg'aygan kunlarimizdan biri. Shu bilan birgalikda mana men Namangandagi Rayhona tabobat maskaniga kelgandim. Norin tumanidan kelganman. Ishlayman. Jalol va Shahodat bo'laman. Mana shu Rayhona shifoga kelganimdan men juda ham xursand bo'ldim. Chunki o't qopimda bezovta qilayotgan edi. Shunga kelib, mana 10 kun davomida lecheniyalar oldim. Tabiiy hamma mahsulotlari yaxshi ekan. Shu birinchi berayotgan malhamidan boshlab tushdi toshlar. O'z ko'zim bilan ko'rdim. Bu mo'jiza deb o'ylayman. Hammani shu Rayhona shifoga kelishini taklif qilaman. Mana 4 marta ichgan bo'lsam, to'ralasiga ham tosh tushdi. O'z ko'zim bilan ko'rdim. Mahsulotlarini bo'lsa mana yaxshi ko'rganimdan tabiiy mahsulot ekan, ishonchli ekan. Shularni olib ketyapman uyga. Yana 15 kun parhez bor ekan. Buni qilsak sog' salomat yuramiz hammamiz. Sizlarni ham shu Rayhona shifoga taklif bo'laman. Lekin bu yerdagi kollektivga, vrachimizga, mana Alisher akaga, uni o'g'illariga, yonida yurgan vrachlariga, hamshira qizlarimizga, hammasiga rahmat. Chunki juda odobi, xulqi, ma'naviy tomondan juda ham yaxshi ekan. Oziq-ovqatlari ham, salatlari ham o'ta tabiiy. Bular ishlariga, kelgusi hayotlarida omad tilayman. Topganlariga Allohim baraka bersin. Chunki bu mo'jiza. Rayhona shifo mo'jiza degani. Men uchun shunaqa bo'lib qoldi. Chunki o'shancha toshlarni tushganini ko'zim bilan ko'rganligim uchun hammalaringga rahmat.